Siz başkalarla qandaq muamele qilsin desangiz, oldi bilan siz başkalar shundoq muamele qilishingiz kerak. Dunyoda odamlar o'zi uchun bir aynak bo'lib yashaydi. Dunyo go'zal, odamlarmi yaxshi. Lekin siz atrofingizdagi shaylarga qaysi nuqtada turib, qaysi xil usul bilan deyishingiz u sizga bog'liq. Ba'zida sizning so'zlagan so'zingizdan bir ma'no chiqsa, sizning tabassum bilan qilgan sukutingizdan ming ma'no chiqishi mumkin. Siz javob berishni xohlamaydigan ishlar uchun sukut eng esil javobdir. Odam qo'shilishish uchun o'zini ishini puxta qilish kerak, boshqalar ishi aralashib olmaslik kerak. Chunki az gap qilgan ishini yer, jiq gap qilgan beshini yer debdi. Uy, yo. Voy mo'ya bo'la. Voy, gap qilma turib, shaxmat degani oldirma, o'g'il chiqmadigan narsa. Shaxmat o'ynayotsa, dam qo'ynasi damka, bo'la. Vo'ras. Bu shaxmat o'ynayapmiz, dam qo'ygan chiqdi-ku. Ha, Ilg'or. Fitratganlar pastda ishimiz qilishqijma, unutqanma. Ha, bo'ldi. Voy mo'ya. Hamma qilmani mangdim. Rasmiy tomondan, ha? Apa yupur. Pardon, yudungiz mi? Ha, shu qitim yudim. Ha, opa, siz tomoq etishni o'zingiz o'rganganmi yo birasdan maxsus qilib o'rganganmi? Biz sizdek vaqtimizda nadiki bir odam tomoq etishni o'rgatadigan yerlar bo'lsa qizim. O'zim o'rgangan. Cho'g'apingizdan o'rgangan, mening cho'g'apamdan o'rgangan, mening cho'g'apam uchun tomoqqa bek ustidi. Opa, sizmi bek usta tomoq etishga? Qo'lingiz bek tatliq. Men siz aytgan tomoqlarni bek amroq. Voy, rahmat. Opamchi doim ayol kishining qo'l tatliq bo'lmasa bo'lmaydi. Qo'l tatliq bo'lsa, aytgan tomoqqa o'xshasa, uyda barakat bo'ldi, inoqlik bo'ldi deydi. Mening qo'lim tatliq. Sizning tatliq. Mening bir amalim bor. O nima var? Vo'ras, nima bor? Oh. Ha bo'ldi, qarg'ina, men qarg'ina bo'ldi, voyjon. Voy. Peyzor qilib tutsa. Ma'ruf ketama. Buni endi munda yeyman. Ketama? Hey. Ha, peyzimke? Ya bu abaytiq bu organ yo'qdi-ku. Abaychi qarafkam. Mertim munda men hep mangol. Peyzimke? Yo, sen nimda chidimas. Ha bo'ldi, chidimas qilma, o'ynaqla. Kim chidimas qilibdi? Sen chidimas qilgansan, hozir o'ynaqla bo'ldi, chiqib qilmay voyjon, chiqib qilgansan safkam. Ha, o'ynaqla. Vo. Ha, nima? Ha, nima? U yerga qizib ketibdi. Vo'raska. Vo, bizimchi o'ynamda qilgan. Bizimchi bo'laychi? Mama. Men barcha bo'lay, ya. Bo'la. Opa, bugun nima tomoq etamiz? Qushqash tili. Qushqash tili? O qushqashning tilini solamdi-ku? Ha. Dadingiz qushqash tutqil ketdi-ku. Nega tutgan? Chaqchaq qilib qo'ydim. Qushqash tilgan bir tomoq-xan. Buning uchun ash qovurg'uliq go'shtni qo'ydirib, uzoq qaynatib essakra bo'ldi. Ta'mli bo'ldi. Bildingizmi? Ismi jab g'alatigina? Ismi chiroyliqmi-ki? Yo'q. Buni müştaq kichik ushaq qilib to'g'ri ekanmizda. Men o'g'in oldim. Kon perde, ha? Bir, iki, üç. Tamam. Bir, iki, üç. Akçayla kadınına. Bir, iki, üç.
Çıkın lan. Yeter. Bir oturak yap ya. Yeter. Kim o? Sen. Hani Fatih? Kimden alıp gitti? Yeter. Ya. Ya. Yok dokun ya. Aldırak hadi aldırak. Sen. Yeter. Sen. Yeter. Vay. Amminglar uramsizlar. Bir adam urgan nimani? Men yo Nasriddin apanning ishi ko'msam, men bunga urib o'ynaydigan. Sanglar o'ynanglar, hozir men o'ynamayman. Sen piştirmezsin var sana bombam da. Vay canım işler de oynamış özüm oynayayım. Menga Opa. Ha? Bulan apa bulan. Nima bo'ldi? Voy bulan ha. Voy, nima bo'ldi shu? Voy ilg'am birisi urib ketdi bulan ha. Nima? Ilg'orni? Bulan. Hey, to'xtanglar, men chiqay. Birdam aramchilik yo'q. Nimaga endi shunchalar qilib ketdi bir unda o'ynayotgan odamni deyman. Arslanmı qiziqki, bir obda o'ynayotgan bolani undoq urish deydi, bundoq urish deydi. Shuni danga yurkam chiqdi dedi. Uf. Ha bo'ldi apa, xo'p bu menga men sizga tamoq ichib beray. Ha, bo'ldi, kitibingizni ko'ring. Men o'zim etay tamoqni tayyorlab kutib qolgan, deyman. Furkan, bundan tam o'ynaylik, ha? Mushtaviyalarni o'ynab, urushmaylik, do'st bo'lib qolaylik. Agar yana men vaqirab, hamda qilgan bo'lsam, men seni bo'lsa qilib qolaman, jimo. İlg'a. Sen terbiye qilyapsan? Men senden cho'ng ha? Bilib. Vasili, bir çay koyup bir valay bugün. Şöyle Anlama, benim bek tutulgan болып kettin la. Yakarsam bugün bir aramapsız. Bir kavga akşamapsız. Aslında arayani izip bitirip ettim. İdarga bir tapşırıp ettim. Şu hatırcam kılamını koysup oturuşum. Kanda idarekilik yargan bu. Ben hazırki çıkıgan nesem yarap meni atıldı bu. Ha, nim bolsa. Tügette. Emduağı Muzaffer bir mezgil sel aramaylancı. Ma demlişini misal birleştirmişsek masalametlik ziyarlı. Mehmet gel karsam kapaklarımı sangılap ketkenде geç kıldım. Qarab bakma, gözlerinin tegim qıp-qara tuttu. Ötkende bir neçe ketdim, akit saat 2'de, 3'te, düşsem yezip oturupsiz. İlham kelgen bolsa buzub etmeyi dep tutumdan uçça desep çıketdim. Unda qılmam. Endi hazırdak fırsat daha vaqtida qilib alg'imiz yaxshi shu. Keyin hey isi Recep shu vaqt qilib olmabdikanman deb pushaymon qilib qolsak bo'ldi. Shunga hozircha men baq kirib ketmagandikan ishlab turay. Ya o deginingizmi qo'ras, lekin manda charchash bek ig'rib kelsin, toza salomatlikka yaxshi emas bu. Biz bana qarsa. Nega chiqmandingmi? Ya o'ynaga. Ya o'ynaga ne? Men taxamda bizni baqqili ishigini menga o'xsha debdi, mangduq deb ketsanglar. Nada o'ynaysiz bilan?
Pasta. Pasta? Pes oynamsızlar? Ha? Oğlum pes oynasanlar ballarla uğraşmay, ha? Chiroyli oynanglar. Ama ufağını bir kolun çıng tutup cima, men qo'lidalik mashinani bekjik. A, cho'ng yo'lda o'tganda ukangni qo'lini tutib ol, ha? Arslan. Unda bo'lsa sen akangni qo'lini tutib ol, ha? Bo'ldi, dodo. Ha, bir yerda manga vaqtida bunda sirilib o'ynamanglar. Men ishtonning lozim bor bularni, ha? Ha, bo'ldi. Endi Ha. dodo. O'zingdan kichkina bola bilan ham so'qishmajmi, Arslan? O'zimni cho'ngdan so'qishim. Ey! Asta, mushbalini. Bir kallasining bir vintage teatr qurashtirilib qolganmikan mushbalini. Mana, Ha, biz mas o'ynaymiz. chiroyli o'ynab kelinglar bolam, ha? Ha? Yo'l diqqat qilinglar bolam. Juma? Ma'qul. Ey, men sirilma dedim men seni. Oy. Vallahi gap to'g'ri kelmaydi-ku. Qimmat gashni baq qiladi. Elə bir 70-ci illər bir iştahlı moda olğan çox kerak bunda yamaq sap qoyduq iştahdan. Ha vallahi ya bir bunda gilemmo ya bir paxtılıq da bir yamaqdan bir səpə sallandı ki. Hey bu Arslanning quluqini tüşükmikin deymi? Meşədən düşmə balam deb az degəndə 50-60 qitim deb bo'lgandimi? Bunun üçün bir tətir gap qılıb baxamsızlar. Qılma degan ishimizni baqiladi emasmi? Buningdagi sirilib tush balam. Topshiriq ishlama. Tamoq yema deb baqsaq uningdagi yeydigan, qiladigan bo'lamdik deyman. Qanday qilamiz deyim bu pulni? Aras. Tushdi nimigingiz va o'qishdim. Nim qilib beray. İşçimiz pis tamoq yedim deb turib oladi ekansiz. Ayla aşkela ap deb yugurib Ana kirdi. qilib bir sho'yla etamsizlar? Sho'yla? Ha. Voy, sho'yla. Uzun bo'pti-ku, men sho'yla yegim kelib qoldi emas, men tamoqning ismini unutib qolay deb qoptiman. Mayli. Bosi bir guli qaqilni sili, qancha nuq aralashtiribchi. Ha, ma'qul, ma'qul. Şu anda mani çünkü. Kom. Oran attınız mı? Aşağı. Kaçırıp bakarsa. Geldik. Ha biz geldik kaça. Biz geldik. He? Endi olmoq qushqoch bu nani topdinglar? Ben itip düşürüyorum. Akam baqib, ragetkini munda qarlab turib, qo'yib Ey! yuborishdi. Munda qarlab turib bir martante uchib ketdi. Bu qushqochni olsanglar qanday bo'ldi? Kaç saat mı da? Ha, to'g'ri. Hey bizga hayvonotlarni, uchar qushlarni, dal-daraxtlarni, o't-cho'plarni degan qo'g'dishimiz, ostirishimiz kerak. Bu ishqonlar bundoq qilib yursanlar, Birini atkandık ya bir yüzünü atladık, iş güzüne. birni deysa shu birni, birdan, ikkidan, uchdan bo'lib jiqaroq bo'lib ketar. Lekin bundoq qilmanglarmi, nima bilan otdinglar? Harekettiler. Akalar, Mana. Ne? nishnolar otdinglarmi? He? Buni Ya aça. Ya. bunga it o'ynab boqasizlar, dadam deyman. Neymiş kuatsa aça? Chiqarsa, Bundoq Ya otsanlar, ekile. men gap qotmayman ishqonlarga. He. Endi bundoq qilmanglarmi, yana shundoq qilsanglar men dadam deyman. Makul. bo'ldi. Baksak o bula. To'g'ri, endi qanday Olmaydi, qilamiz? qo'yitinglar. Ha? Qo'yitinglar. Qo'yitinglar. Acafka. Hadi. O'tasa qo'ya. Ben koyayım ha. Bak erkeliğe koyup verelim. Asta ole. Şuram da. Ha, ichida. Oy 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 oy. Ah. Ah. Oy 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 oy. Bir. Qo'yitinglar. İki. Vah. Maşallah bo'ldi. Mumkin bundoq qushqochlarni qilayotgan tutmanglarmi? Oldu acha. Bir, iki, ha, Bakayım da. bu da. Ha, körüp dururlar ha, tosanmay. Bakara. Bakasılar. Ha, bu dia, bu da. Ben.
Ağaylar biz mağduq, tamaq vaxtım bo'lib qapti, atamızdan sirab qamsın-da. Aras, ati düşənbə tapşırıqlarını işildinlərmə? Ey, qarang, qalang mətulqini. Mush televizorı chiqadiganlar bilan faqat xo'shim yo'q qarang. Voy nimishga? Nimishga? O kunchi qarang, do'kon ichib o'tag'antimdan televizor chiqqan bir chiroyli qizol o'tib ketib bordi. Shuning bilan masligim kelib chiroyli salom qilib qilsam, manda qilib ketib bordi qo'shnam. Bu bir bilan qilg'ashning tayini qo'shnam, holning yo'g'anligi. Voy endi ya sizga diqqat qilmagan. Ya kallasida boshqa bir narsalarni o'ylab mangan bo'lg'idi. Ey, qarang qo'shnim aning matoligini kiyib olgan kiyim ya o'ziga yarashmagan, ya rangiga da. Ashta narsalarni kiyib mi chiqamdigandu. Bizning do'konga borgan bo'lsa, men chiroyli bir qur kiyim bilan yo'l izlab qo'ydim. Ha shu obrazga yaqinlashaman deb kiydimkin deb o'yladim-ku men. Shunda chuptiga shu rolga kiyimi. Bu ashtashlarim borma ularni. Men tek o'zi setib bilib, ash matoni kiyib chiqadigan o'xshaydi deb o'ylabman. Haras qo'shnam tuniguncha mening tom qo'shnam kiribdi. Bizning ma'lum bir donliq cho'lpinimizchi. Bir ayolimi kimligini uqmaydi ekan, lekin yitilishib, sirtda mengib o'tibdi deganda, bizning yana bir qo'shnimiz uni ayoliga deb boshladi. Nomus qilmay sirtda yitilishib yurganini qarang qo'shnam. Voy, himo gapni. Voy, endi o'zining ayoli bo'lgandan sirtlarda ancha-muncha o'lim chiqadi, aylanadi, ya bozor chiqib savdolik qiladi. Uni nima bo'ldi? Uning peshonasiga bu ayol deb yezig'li olmagan ekan qo'shnam. Ash bizga bo'p bir demasmi do'konda savdomiz shularning gapini qilyapti qo'shnam. Voy, qiziq gap qildi ekansiz a. Ishqilib qo'shnam ma'ldan sizlar ko'chib ketganini yaxshi ko'nglim shunday yerimda. Unda demang, ma'ldikilanbek yaxshi-ku. Yaxshilik-ku, yaxshi, lekin sizlarning yo'llarga usib kirganda kirib o'tirib paranglashib chiqqila olmaydigan bo'lsa. Orliq jiroq bo'lmagandan shanba-yakshanba kunlar kelib o'tirib ketdan damag'allida. Shanba-yakshanba kelma qo'shnim boshqa kunlarim yana kelma. Uylaringiz bek chiroyli ekan, mahallalarning chiroyliqi texi. Bundagicha vaqtim bo'lsa kelma. Keling. Vaqtmi bir yerga berib qapti qo'shnim do'konni men taqay berib. Bo'lmasa bolalar taqiy olmaydi. Uning ustiga da kashta muhim bir programda bugun qo'ydi ekan. Shuni ko'msam bo'lmaydi bu yer. Yan programma ko'rsizdan ha? Tilab o'tirib ko'mamdim yana odig'im chiqqicha. Ay qiziqliqini. Oldirma, men tamoq tayyorlab qo'ygan, ama qo'rqib ketamsiz. Voy, men kiyingan kelma qo'shnam. Uyimizni ko'rdim. Bo'ldi, rahmat. Amsibek yo'qolib ketmay kaptirasiz. Ma'qulamsan, ma'qul. O'ynab ko'rdinglarmi? Yaxshi, chiroyli o'ynab kirdinglarmi yo yana kichik bolalarni bo'zaq qilib o'ynab kirdinglarmi? Kichik bolalarni bo'zaq qilmasak, cho'ndoq kuchimiz yetmasa. Yeni bo'zaq qildinglarmi? Yo'q, hozir chaqchaqda o'tirib. Ilmiy o'ynab kirdik. Shu odat axloq bilan o'ynab. Ha, sizlar yaxshi bolalar bo'lgandan keyin kichik bolalarni cho'ndoq bo'zaq qilmay izzatlab yaxshi o'ynanglarmi? Sizlar gap anglaysizlar-ku? Ha. Tamoq pishmaydimi? Pishdi-ku deyman. Apa tamoq? Tamoq pishmandi. Qo'zoq ichibdi-da. Qo'zoq ochganda men o'y yesanglikda qo'pon tamoq yeydi. Qopala. Mayli. Hey, to'pni. Mushtum. Endi mishay qo'yamsan endi buni. Voy, qo'shnim tez yaxshimi? Voy, qanaqa. Ajab qadimoz yetib qopti. Qani. Voy, qaychama o'tirib kirdi. Men bunda bir ish bilan kirdim. Bu ishni
desammi bo'ladigan ish, demasammi bo'ladigan ish. Lekin yanala deb qo'yishni loyiq topdim. O'zingizmi bilasiz, menmi sizga o'xshash o'sha bolamni 9 oy 9 kun qo'saq ko'tarib aran tuqqan. Bu bolam bek bir yuvash, cho'milgan bir azor yo'q bir bola bo'ldi da. Lekin shu necha kundan beri qarsam, pat-patli sizlarning balanglardan tayoq yeb uyga yig'lab kiryapti. Bola bo'lgandan keyin hammamizning yurgimiz echishidi ekan. Shu bu bolalaringizga bir nasihat qilib qo'yam degan deb, yana sizga deb qo'yishni loyiq tepib kirdim-ku. Asta, bu faqat yaxshi bo'lmabdi. Kerak yo'q, endi bolalar arasida o'ndaq ushaqmi. Bolalarım uchun men kechirim so'ray qo'shnan, bu faqat yaxshi bo'lmabdi. Men bolalarga gap qilay. Asta, deb bir endi herhalde shu gap qilib qo'yasiz. Yo'q, qo'ydi. Men chiqay. Yo'q, men chiqay. Nima? Men tamoq tayyorlab qo'ysam, men shu gapni bir deb qo'yay deb kirgandim, sat bo'ldi. Ma'qul. Faqat ko'nglingizni olma. Voy, yo'q. Turib qo'ying. Voy, rahmat. Men endi kiraman. Ma'qul. Voy arslan, voy ilg'ar. Ay, men ne chiqibdi? Saniye? Voy, Ma qarama. Ma balamga. Sizga texi tarbiya qilib qo'ying deb chikatkil 2 soat bo'lmadi-ku deyman. Voy, bolalaringiz tushlikdan maqa uyga kirmaganmidi? voy, Ma bo'lib qolgan holatini ko'rdingizmi? Ma kiyimini, ma yig'lab, ma chirayini bo'lib ketganini ko'rdingizmi? voy, yana nim bo'pti? Voy, nim bo'ladi? Sizning aytiboliq 2 bolangiz. Yana balamni o'ttirga ilib berib, noqishlab u yoqdan bu yoqqa mahalga keltirib qo'yibdi. Mening bolalarim uribdimi? Voy, sizning bolangizdan boshqa bo'l qo'radi. Ya'ni kimning bolasi urdi? Voy, bunga men necha qitim dedim. Voy, bularning bolasidan boshqa bolalar yo'qmi qo'radi sabla o'ynaydigan? Ha? Yo'q. Bo'pti, xapaman. Bola emasmi, hammasi bilmay shu. Bo'lmasa tushdi birmuncha gap qilgandim men tamoq vaqtida. Mush bolalarni Gap qildingizmi bo'lmasa? Ha, qilgan. Voy, qandoq gap olmaydigan beg'araz bolalar bu? Men qarang. Men bolalarga obdarax gap qilib qo'ying. Bo'lmasa men o'zim gap qilay. Men mama yog'och quloq. Men mama yog'och quloqqa obdan bir gap qilib qo'yay. Bu sizlarning balanglardan bir jaraqroq tursin o'tinib qolay, ma'qulmi? Ya qarang, xapaman. Bo'ldi qilay. Tushdi. Yo'q, işte. Men qarang, istabek setopdi bu. Akila aka bir tishlay, jinim aka. Akila bir tishlay. Bo'p tishildi bu ya. Mana soat 1 qoldi baribir. İlya. Ha? Bana öyle çıktınız. Burada mı oynay aka? Jinim aka burada mı oynay? Akila aka bir tishlay, jinim aka. Ha, apırsan ko? Bo'p kichkina apiraysan vaqt. Shuni. Yana bir qo'shildi. Ya, kichkina. Shuni.